Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Kanalimda yangimisiz, demak obuna bo'ling. Barcha videolar sizlar uchun. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Demak, videoni boshladik. Diqqat, tezkor xabar. Kun kecha Rossiyaning Moskva shahrida tojikistonlik yosh bolakay maktabda o'ldirilganligi haqida xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, juda ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bugun Moskva viloyatida maktabda pichoqlab o'ldirilgan bolaning jasadi Tojikistonga olib kelindi. Твой сын будет тебя в раю встречать. Твой сын будет за тебя заступаться в судный день. И будет просить у Аллаха, Аллах тоже веди его Аллах. И Всевышний Аллах, иншаллах, он детям не будет отказывать. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 16-dekabr kuni Moskva viloyati Gorkiy qishlog'ida fojia sodir bo'ldi. 15 yoshli 9-sinf o'quvchisi Uspenskaya maktabining o'qituvchilari va xodimlariga pichoq bilan hujum qildi. Natijada 10 yoshli o'quvchi halok bo'ldi va yana bir necha kishi jarohat oldi. Marhum 10 yoshli Qobiljon ismli bolakay bo'lib, u asli tojikistonlik migrantning farzandi. Onasi shu maktabda farrosh bo'lib ishlashi, otasi 1 yil oldin qazo qilgani ma'lum bo'ldi. Uning egizak ukasi ham shu maktabda o'qir ekan. Qotillikdan keyin o'smir maktab binolarining biriga yashiringan. Voqea joyiga maxsus kuchlar yetib kelib, ana shu iflosni qo'lga olishgan. Hozirgi paytda Qobiljonning dafn marosimi o'tib bo'ldi. Albatta, kommentariy bo'limida mana shu vafot etgan Qobiljonning haqqiga duo qilishingizni iltimos qilamiz. Onasiga Allohning o'zi sabr bersin. Marhamat, video roliklarni ko'rishingiz. مراسم ودا با قابلجان روان جاش جنت ما و شما میخواهیم که در آغوش مادر باشیم. یا الله اون کودک مادر با سری ندید. این بی‌وفاگی دنیای برادری از خود از دست بدار کن. پروردگار از دنیا چیزی ندیدن، آخرت آباد بگردان. پروردگار قبرش باغ از باغهای جنت بگردان. پروردگار خانه آخرت آباد بگردان. پروردگار بار الهی در برابر این مصیبت برای اهل بیت صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرما. Мы только что вышли из похорон Қобилжона. Знаете, здесь собрались около десятки тысяч людей. И для всех нас самое обидное, знаете что? Это то, что этот 10-летний ребенок был убит именно из-за того, что он другой национальности. Это очень обидно. Это действительно обидно. Очень жаль ребенка, родителей. И сегодня объединились десятки тысяч людей именно для этого. Я не знаю, что еще сказать.